O'limdan so'ng nimalar sodir bo'ladi? Birinchi navbatda yaqinlashlarni qabrga qo'yishadi, ko'mishadi va ketishadi. Tanamiz o'lgandan keyin kislorodsiz qolib, tana soatiga 1 darajada soviydi. O'limdan keyin dastlabki 6 soat mushak tolalari oqsillari yopishib, tana burishib qotib qoladi. Bu narsa mushaklar abadiy ishdan chiqqanini bildiradi. Qornimizdagi ovqatni hazm qilib parchalab beradigan kislotalar yoriladi va sekin-asta o'sha kislota ichimizni parchalaydi. Bu hodisalarni ko'tara olmagan tana ba'zi joylardan teshiladi. Teshilgandan keyin har xil qurt hasharotlar 14 kilometr uzoqlikdan bu narsani sezib, yeb bitirish uchun birin-ketin kelishadi. Aytgancha, qanaqa hasharotligi spiskasi ham bor. Birinchi pashsha kelib tuxum qo'yadi. Tananing taxminan 60%ni pashshalayib bitiradi. Taxminan 3 oydan keyin qo'ng'izda kelib tanada qolib ketgan qattim joylarni yeb bitiradi. Yarim yildan keyin o'rgimchaklarning har xil turlari kelib, qoldiqlarini yeydi. Kapaleni ba'zi turlari ham spiskamizdan chetda qolib ketmaydi. Xullas, oxiri kemiruvchi qo'ng'izda kelib tanani skelet holatiga keltiradi. Endi aytingchi, siz o'limga tayyormisiz? Xullas, o'lgandan keyin tana taxminan shu holga tushadi. Tafakkur qiling.